Allohim sochingizni tolasidan bittasini olib osib qo'yar ekan. Har bitta ko'rsatilgan ochuv sochingizga 70 yildan azob chekib chiqarkansiz deb ma'ruza qilganlar. Qo'rqib ketib qolganman. Voy bitta tolasidan osib qo'ysa qanaqa 70 yildan azobda, qanaqa qiyin. Qani ro'mol o'ravoqi deb o'zim institutlarni bitirganman. Injener ximik bo'lib ishlaganman. Shunda yig'laganman. Allohim shunaqa osib qo'yishingdan panohingni asragin. Azoblanishdan panohingni asragin. Keyin payg'ambarimizning tarixlarini o'qishga tushib ketdim. Qarang, ularning hayotlarini o'qiganda tursam ham, o'tirsam ham ularga taqlid qilishga o'rganib, xuddi payg'ambarimiz kelib turgandek ko'radigan bo'lib qoldim. Oldimda yo dangasalik qilsangiz, yo bir ish qila olmasangiz, nahotki meni ummatim shunaqa qilsa, nahotki deb menga gapirib turgandek bo'ladigan bo'lib qoldilar-da.